2026-yil fevral oyidan boshlab yangi qoida, ya'ni yangi qonun qabul qilindi. Haydovchilarga nisbatan. Qanday qonun deysizmi? Remen taqmay kelsangiz, ya'ni xavfsizlik kamari, sizni yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimi to'xtatgan hollarda sizga birinchi marotaba ogohlantirish berib qo'yib yuboriladi. Lekin bu ogohlantirish planshetda rasmiylashtirib qo'yiladi. Ya'ni sizga nisbatan 1 yil ichida birinchi marotaba ogohlantirish berildi, ikkinchi martasida bu ogohlantirish berilmaydi degan ma'noda rasmiylashtirib qo'yiladi. Endi buni yangilik deymizmi yo eskidan bor edi deymizmi deb o'ylaydigan bo'lsak, bu avvaldan bor edi. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 21-moddasida kam ahamiyatga ega bo'lgan ma'muriy huquqbuzarliklar bo'yicha qonunga ko'ra ogohlantirish berish mumkin edi. Lekin bu qoidani hech qachon yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari qo'llashmas edi. Bu bizda emas, sudga chiqqanda bu qoida qo'llanadi deb o'zlarini bu javobgarlikdan, ya'ni bunday imtiyozni qo'llashdan tiyishardi. Endi mana shu huquqbuzarliklar bo'yicha, ya'ni kam ahamiyatli huquqbuzarliklar bo'yicha yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari bunday qoidani qo'llashni rasmiy tarzda ularga biriktirildi.